1000 soat yig'sangiz, 1000 ta obunachi 4000 soat yig'sangiz, pul ishlash tizimiga ulay olmaysiz. Nima uchun? Qayta diqqat qilamiz. Hozirda 2026-yil bo'yicha YouTube kanallarda pul ishlash uchun 1000 ta obunachi va 4000 soat kerak. Ya'ni oxirgi 1 yilda 4000 soat kerak. Agar shorts bo'ladigan bo'lsa, oxirgi 90 kunda 10 million prosmotr bo'lishi kerak shorts videosi yoki 1000 ta obunachi bu standart. Bu eski holat bo'yicha edi. Endi do'stlar diqqat qilinglar, YouTube yangilanyapti. Endi 2027-yil 1-fevral sanasidan boshlab, ya'niki keyingi yilda 1-fevraldan boshlab, endi siz YouTubedan pul topmoqchi bo'lsangiz, 1000 ta obunachi o'z holicha qoladi, lekin endi 8000 soat yig'ishingizga to'g'ri keladi. Nima uchun? Men o'ylashim bo'yicha YouTube'da вообще odam ko'payib ketdi, ya'niki video qo'yadiganlar hamda kontent qiladiganlar soni juda ham ko'payib ketdi. Mana oddiy AdSense masalasini ham qarang, bitta AdSense qancha tekshiryapti. O'zi yozib qo'yibdi, masalan, blogerlar ko'p qolsa, nimadir bo'lib qolsa, biz odam yetmayapti, mutaxassis yetmayapti, rus tilida xodimlarimiz yo'q. Rus tili bo'yicha umuman xodimni hammasini ishdan bo'shatib yubordi menimcha. Rus tilida apellyatsiya bersangiz ham deyarli qabul qilmaydi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, do'stlar, hozir vaqtingiz bor, 1-fevralga qadar kanalingizni pul ishlash tizimiga ulab oling. 2027-yil 1-fevral sanasidan boshlab endi 8000 soat yig'ishingizga to'g'ri keladi. Videolaringiz uzun bo'ladigan bo'lsa, masalan, bu muammo emas. Lekin qisqaroq, masalan, 1 minut, 2 minut video qiladiganlar bo'lsa, bu ular uchun sal qiyinchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilardim, hozir gazni bosib, videoni yuklab, sal kanallarni pul ishlash tizimiga ulab olinglar. Keyingi yildan 2027-yil 1-fevral sanasidan boshlab endilikda 8000 soat yig'ish kerak. Bu 8000 soat degani bu hazil emas, lekin qaranglar. 8000 soat necha kun bo'ladi u? 8000 soat necha kun bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Xo'p, qani? 8000 soat bu degani videoingizni boshdan oxirigacha ko'rsa qarang. 11 oy deydi. 8000 soat degani bu taxminan 333 kun 8 soat. Bu nima degani bilasizmi? Bu degani video qo'ydingiz desak, masalan, bitta video qo'ygan bo'lsangiz, o'sha videozni agar bitta odam ko'radigan bo'lsa, agar masalan 1 soat videozni qayta ko'radigan bo'lsa, o'sha odam 11 oy ko'rish kerak ekan. Bu degani dahshat degani. Вообще 8000 soat. Oldingisi masalan 4000 soatida sal eplab masalan 3-4 oyda yig'ish yetadi. Endi 8000 soat bo'ladigan bo'lsa, ancha qiyinchilik bo'lib ketadi. Sizda masalan ishlamay turgan kanalingiz bo'lsa ham, sal video yuklab qo'ying. Agar soati 8000 soatdan kamayib ketsa, 2027-yilda o'sha kanalingiz ham pul ishlash tizimidan o'chib qolishi mumkin. Chunki YouTube siyosati bo'yicha oxirgi 1 yilda 8000 soat bo'lishi kerak. Kelasi yildan 1-fevral sanasida kanallar agar update'ga tushadigan bo'lsa, oxirgi 1 yillik prosmotringiz 8000 soatdan kamroq bo'lsa, masalan 7000 soat bo'lsa, monetizatsiya o'chadi. Ya'niki kanallarda YouTube endi nima qilyapti? Aktiv bo'lgan kanallarni saqlab qolmoqchi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bittadan ham pulni uxlatmoqchi-da. O'zi nechta kanallarni yopib yuborib, masalan, pullarni sotib yubordi, endi bu yo'lga o'tibdi mana. 8000 soatdan nechta kanal juda ko'pi kam. Masalan, 1 yillik kanallarni o'zim ko'pini kuzataman, ko'pincha shu 3000, 4000 soat atrofida bo'ladi. Endi 8000 bo'lsa, вообще. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar do'stlar. Yordam kerak bo'lsa 99lik 791 32 32. SMS yoki Telegram do'stlar. Salomat bo'ling.